O'tgan darsimizda biz bir qancha elementlarni ko'rib o'tgandik, ya'ni ro'yxatlarni. Bu darsimizda ham bir necha yangi elementlarga to'xtalib o'tamiz. Bulardan birinchilari bu forum, ya'ni formalar hisoblanadi. Bizga ma'lumki, ko'pchilik veb-saytga tashrif buyurganimizda, veb-saytda foydalanuvchilar qandaydir ma'lumotlarni to'ldirishlariga to'g'ri keladi. Ya'ni, formalardan iborat. Balki, a'zo bo'lish yoki qandaydir so'rovnomani to'ldirishda albatta formalardan foydalaniladi. Ya'ni, formalar avvalambor forum shaklida, ya'ni bu asosiy ona element hisoblanib, uni ichida bir qancha elementlardan tashkil topgan bo'ladi. Forum elementining o'zi bir qancha atributlardan, muhim atributlardan iborat. Ya'ni ulardan biri action, qanday xatti-harakat, ya'ni metodlarni o'z ichida oladi. Action metodlarni o'z ichida oladi. Ya'ni, ma'lumot olish yoki uzatish va qayerga ma'lumotni taqdim etish haqida dagi xususiyatlarga amal qilgan holda formalar to'ldiriladi. Ya'ni formalarni ichidagi eng muhim ko'rinishdagi elementlar bular inputlar hisoblanadi. Va inputlar quyidagi turlarda keladi. Ya'ni, type tur va tekstli, raqamli, telefon raqamlari va boshqalar uchun va submit eng muhimi o'sha taqdim etish kabi input shakllaridan iborat. Ya'ni inputlarni ko'rib o'tamiz nimaligini. Label esa bu yorliq, ya'ni har bir o'sha inputlar uchun beriladigan yorliq. Misol uchun ism, email va shunga o'xshash hokazolarni berish mumkin. Text area esa ko'proq ma'lumot taqdim etish uchun beriladigan, ishlatiladigan to'rtburchak shakldagi ma'lumotlar to'ldirish uchun mo'ljallangan element hisoblanadi. Select esa forumlardagi ro'yxatlarni tanlash uchun ishlatiladigan element hisoblanadi va bu option, ya'ni ro'yxatlarda li, ya'ni list shaklida bo'lgan bo'lsa, bunda esa option shaklida keladi. Yana misol uchun veb-saytga o'tsak, mana bu yerda Facebook. Facebookda ham mana bu forma hisoblanadi. Ikki xil shakldagi forma hisoblanadi. Ya'ni bularni input deb atadik. Ya'ni ma'lumot saqlaydigan, o'zi saqlaydigan elementlar bular inputlar hisoblanadi. Birinchisi bu type dedik. Mana bu yerda ko'rib o'tishimiz mumkin nimaligini. Ya'ni input. Sal kattaroq qilaman. Type bu text. Agar buni number ga o'zgartirsak, bu endi faqatgina raqam qabul qiladi. Hozir men raqamlar faqat harflarni bosyapman, ishlamayapti, lekin faqatgina raqamlar orqali ishlashi mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda passport deyilyapti. Demak, uning turi passport hisoblanadi. Mobil yoki element bu ham tekst shakliga keltirilgan. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bu select hamda option turi hisoblanadi. Bu radio button deyiladi. Bu inputning radio ko'rinishidagi shakli hisoblanadi. Mana bu aytib o'tganimizdagi input submit shaklidagi. Ya'ni mana bu yerda submit type turi bu shaklga ega bo'lgan, bu eng oddiy forma hisoblanadi bu. Mana bu ro'yxatni bosish orqali biz bir qancha turdagi yangi formalarni ko'rishimiz mumkin. Tekstni ko'rdik mana bu yerda. Radio, ya'ni mana ko'rib turganingizdek bu radio, bu Facebookda ko'rib o'tganimizdek. Mana bu radio shaklidagi input turlari. Checkbox, mana ko'rganingizdek check qilish mumkin. Mana ko'rganingizdek button, ya'ni tugmacha shaklidagi va hokazo ranglar, vaqt,
va hokazo hokazo. Buni o'zingiz ko'rib o'tishingiz mumkin. Ya'ni mana bu yerda link qo'yganman. Shundan orqali ko'rib o'tishingiz mumkin. Endi input attributlari, ya'ni uning o'ziga xos xususiyatlari bor inputda. Ya'ni value bu boshlang'ich qiymat deyiladi. O'sha har bir inputimizning ichida turgan ma'lumotlar bular value hisoblanadi. Read only o'zgarmaydigan qiymatlar uchun faqat o'qish uchun mo'ljallangan ma'lumotlarga read only qo'yilganda biz hech qanday o'zgartirish kirita olmaymiz. Max stringiz bu maksimal miqdordagi o'sha harflar yoki xarakterlarning uzunligi hisoblanadi va bu raqamlar bilan ishlatiladi. Autocomplete avtomatik tarzda o'sha formalarning to'ldirilishi. Agar biz formalarda saqlab qo'y tugmachalarni bosganimizda bu keyin safar biz shu veb-saytni formalardan foydalanganimizda avtomatik tarzda to'ldirishga yordam beradi. Min max esa faraz qilgandek bu minimum va maksimum harflar soni raqamlar bilan ishlatiladi. Placeholder esa o'sha input elementlari ichida bizga qo'shimcha ma'lumot berish uchun ko'rsatiladigan tekstlar. Required esa majburiy talab qilinadigan ma'lumotlar. Yana shu Facebookka borishga harakat qilamiz. Mana mobile number or email. Bu esa placeholder hisoblanadi, ya'ni maxsus joy olib turuvchi. Mana bu yerda ko'rib o'tishimiz mumkin inspect orqali. Mana biroz kattaroq qilishga harakat qilaman. Mana bu yerda real label, ya'ni placeholder. Bular maxsus validation deydi, ya'ni formalarni to'g'ri yoki noto'g'ri taqdim etilishini tasniflovchi funksiyalardan foydalanishgan va lekin bu placeholder hisoblanadi. Mana bu yerda berilgan raqamlar esa hammasi value qismida ishlatiladi. Mana buni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Value bu yerda ko'rmadim, lekin shu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu yerda oddiygina formalarga namuna hisoblanadi. Albatta birinchi form bilan boshlangan va label aytib o'tganimizdek bu yorliq, ya'ni ism shaklida ko'rinadi. Input esa mana bu yerda hozircha uning qiymati hech qanday qiymatga ega emas. Placeholder sizning ismingiz. Mana bu yerda biroz ko'rinib turgan shakli sizning ismingiz hisoblanadi. Ma'zur tutasiz, bu tel bo'lishi kerak, lekin ism shaklida qolgan. Keyingisi esa number, ya'ni raqamga ega bo'lgan inputdan tashkil topgan. Va maksimum 10 ta raqamdan iborat bo'lishi kerak. Va oxirida jo'natish, ya'ni value mana jo'natga o'zgartirganligimiz uchun bu jo'nat shaklida turibdi va ma'lumotni taqdim etish uchun submit turidan foydalaniladi. Va eng oxirgi muhim turlardan biri bu semantik elementlar, ya'ni semantik elementlar mazmun jihatdan aniq bo'lgan ma'noga ega bo'lgan elementlar hisoblanadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek title sarlavha, artikel bu o'sha maqolalar, table bu jadval va o'ziga xos nomga ega va o'z nomidan ham nima ekanligini bilishimiz mumkin. Bular semantik elementlar deyiladi. Va bir qator yangi semantik elementlar HTML5 versiyasi orqali kirib keladi. Section, ya'ni bo'limlarni belgilaydi. Header bu sarlavha uchun ishlatiladigan bosh bo'lim hisoblanadi. Footer esa veb-saytning footer qismi joylashgan qismini aniqlaydi. Nav esa headerning ichida joylashgan navigatsion aloqalarga ega bo'lgan bo'lim hisoblanadi. Aside esa yon panellar hisoblanadi.
Ana bu yerda linkda siz boshqa bir qator yangi turdagi semantik elementlarni ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana bu yerda bir qancha ro'yxatlar berib o'tilgan. Mana ko'rib o'tganingizdek aside yon tomondagi o'sha elementlarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Endi migration ya'ni ko'chish degan bo'lim bor. Bu mana bu oldingi eski HTMLda qanday bo'lgan, ya'ni oldingi HTMLda o'sha headerni hosil qilishimiz uchun id ko'rinishida ishlatilgan va yangi HTMLda shunday munosibliklarni oldini olish maqsadida header yangi semantik elementlar, bir qancha elementlar kirib kelgan va shu dasturchilar uchun bir qancha qulayliklarni keltirib chiqardi. Bugungi darsimizga hozircha shu. Keyingi darsimizda biz biroz formalarni yaratish bilan shug'ullanamiz.